Ota, bu so'zni eshitganda har bir kishining ko'z o'ngida tog'dek qalqon bo'ladigan, farzandi uchun jonini berishga tayyor inson gavdalanadi. So'z san'ati yaralibdiki, yozuvchilar, shoirlar, adiblar bu mavzuga qayta murojaat qilib kelishmoqda. Xalq og'zaki ijodi namunalaridan bo'lgan maqollarda ham ota timsoli keng yoritilgan. Shunday asarlardan bo'lgan atoqli yozuvchimiz Ulug'bek Hamdamning otalarga bag'ishlangan birinchi o'zbek romanidir. Ota, bu shunday asarki, kitobni ochgan zahoti O'tkir Hoshimovni eslaysiz. Chunki romanning ilk sahifasi barcha otalarga bag'ishlanadi degan izhor bilan boshlanadi. O'tkir Hoshimovning barcha onalarga atab yozgan qissasi kabi sevikli. Bu romanda haqiqiy o'zbek otasi siymosiga duch kelasiz. Yozuvchi o'zi yozganidek, bu roman chin otalarga bag'ishlanadi. Asar muallifi bu voqealarni yoshligida o'zi yashagan viloyatda bo'lib o'tganini, eshitganini ancha yillar xayolida pishirib, keyin qog'ozga tushirib, roman qilganini aytadi. Asar o'ziga xon, ko'lankasiga maydon Oychichak momoning 15 yildan beri tirnoqqazor o'g'li Po'lat va husnda tengsiz kelini Yog'duning farzandsizligidan boshlanadi. Ularning farzand istab bormagan joyi, ko'rinmagan shifokori qolmaydi. Axiri 15 yil deganda Po'lat va Yog'duning ko'hna g'amlar qafasini parchalab, qichqirig'i chaqaloq dunyoga keladi. Po'lat va Yog'duning quvonchlari yuraklarga, balki olamlarga sig'masdi. Qizga Sevinch deb ism qo'ydi. Bir kun uyiga o't ketib, Sevinchni bir yuziga yonayotgan yog'och tushib, yuzi kuyib, juda ham xunuk his qoladi. Shu kundan boshlab otaning iztirobi yana ham ortadi. Qiz borgan sari o'zini boshqalardan farqli his qiladi. Tengqurlari uni mazax qilib, undan yuz o'giradi. Ota ich-ichidan eziladi, ammo farzandiga doim tasalli berib keladi. Romanda bir obrazga nisbatan inson qalbida nafrat paydo bo'ladi. Bu Erboy edi. Lekin Erboy yoshligidagi keki tufayli do'stiga juda ko'p yomonlik qildi. Qizning shu holatiga tushishiga ham Erboy sababchi. Sevinch o'qishga berilib, orzuga erishib, shifokor bo'lib yetishadi. Qizi uchun har narsaga tayyor bo'lgan oriyatli, mehribon jonkuyar Po'lat ota farzand